oyog'ing hidlanayotgan bo'lsa bo'la, mana chaynak sodadan 2 ta osh qoshiq, keyin tuzdan solasan 2 ta osh qoshiq, ana undan keyin mana bu anorning qaynatilgani. Bular antiseptiklik xususiyati ko'p bo'lsa, bunda ham antiseptiklik xususiyati bor, lekin bu burishtiruvchi xususiyati bilan juda ham kuchli oyoqlardagi har qanday mikroblarni, parazitlarni, zamburug'larni yo'q qila oladida. Ana undan keyin orqasidan garchitsa bilan xinani birga aralashtirib, bunday tagiga surtib qo'yasan, hech qanaqa zamburug' yo bo'lmasa virus yo shamollash alomatlari ham bo'lmaydi. Qancha tursin? Yarim soat vanna qilasan, orqasidan xina bilan garchitsani surasandagi salafani yopishtirib kechasi uxlaysan, bo'ldi. Xomiydi, juda ham qiynalib ketdi. Nima dorilar qilsa ham foyda beradi? Yo'q, juda ham zo'r, lekin agar ichkaridan ham tozalashni hech qachon unutmanglar. Ichkaridan tozalashni doimo maslahat berganman. Xo'p, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, sinab ko'rishinglar mumkin. Bu videoga bitta like bosib, kommentda o'z fikringizni qoldirib, shunaqangi oyog'i terlaydigan do'stlaringizga yuborib qo'yasizlar.